Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar. Va'da berganimizdek mana turpoq tashlashni boshladi. Shunda tepasiga turpoq tashlab qo'yilaveradi. Kuzatib tursalaring, obuna bo'lib, kuzatib tursalaring bittadan like-ni bosib, dekabrda ochib bularning holatini yana bir boshdan ko'rsataveramiz. Mollarimiz ham hayron. Birodarlar, mana turpoqni tashladik. Chiroyli qilib, bitta 15 sm, 20 sm turpoq bor. O'zim mashinamda birra solib kelib yeyib chiqdim, 10 tonna turpoq bor. Bitta endi texnikada tepalangan yo'q, oyoqda odam o'zi tepalagan chiroyli qilib, tepasida og'ir yuk hisobiga o'zi prislab boraveradi. Xudo xolasa, like-ni bosib, podpiska bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursalaring. Kommentariyada o'zlarining fikrlarini yozinglar. Dekabr oyida shu ikkovidan bittasini ochib ko'rsataman. Qanaqa holatda turganini o'zlaring bir ko'rib, kuzatib borasizlar. Bundan maqsadimiz misol uchun sal yengillik bo'lish, vaqtdan yutish. Endi chuqur yama qilsak, mesela vaqt ko'p ketayotgan, qiynalchilik bo'lyapti. Shuning uchun shuni qildik. Bahorgisi yaxshi turdi, kuzgisini ko'ramiz. Birgalikda kuzatib boramiz. Tan jonlaringiz sog' bo'lsin, sog' salomat bo'linglar.